Bu qarang tashladim. Sinmaydi, yorilmaydi, teshilmaydi. Qoplar baquvvat. Qo'yilib, uyushtirilmagan holati. Qoplanadigan joyi. Bemalol ko'raverasiz. Shu videosida 500 ta like yig'ilsa, va chiroyli kommentar yozsa, shu kommentariyalardan biriga 110 qop silos beramiz. 110 qop silosni yuklab beramiz, pulini beramiz xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlar, chorva sevar insonlar. Sizlarga qidirib izlanib siloslarni zo'rlarini pullari arzon joydan ko'rsatishda davom etamiz. Birinchi bir manzilni tanishtirsak, Yozyovondan kelaverishda Qurtob bozoriga yetmasdan 10 qo'lda. Xo'p, Qo'qondan kelaverish bo'lsa, Quyosh bor deyapti hurmatli obunachilar. Qo'qondan kelaveriishda Qurtob bozoridan o'tgandan keyin chap qo'lda silos markazi ochildi, yangi silos markazi. Xudo xolasa narxlar arzon qilib chiqarishga harakat qilamiz. Akalarimiz bizni mehnatimiz qo'llab qolgan holda bir donadan like bosib iltimos qilamiz. Hurmatli obunachilar, pul menga va davom etadi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun kerak xolos. Hattoki like bosgan akalarim, yutuqli o'yin tashkillaymiz. Pulli yutuq yoki siloslarni olishlaringiz ham mumkin bo'ladi bepulga. Sizlardan nima ketib bittadan like bosing, shu akalarimizning mehnatini qo'llab quvvatlash bo'ladi. Xolos pateshka pul menga va davom etadi. Ko'proq insonlar ko'rish uchun sababchi bo'lasizlar. Yaxshilik tarqatgan yaxshilik qilgan bilan barobardir. Jo'rabek aka, o'rning. Assalomu alaykum, keling. Hola, yaxshimi aka? Charchamasdan yuribsizmi? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Xirmonga baraka bersin aka. Umringizga baraka bersin. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, chorvadorlar. Sizlar uchun donli siloslarimizni olib keldik va ish faoliyatimizni boshladik. Kiloli, naval holatda vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Kiloli holatda dunyo bo'ylab yetkazib beryapmiz. Kilolarga keladigan bo'lsak, 18 kilo, 20 kilo. 2 xil bo'ladimi? 2 xil bo'ladi. Siloslarimiz donlimi, hozirgisi qanaqa aka? Mana ko'rib turganingizdek, Mana kelar. dumbillarni ko'rib turibsiz. Bu hali chachib qo'yilib, uyushtirilmagan holati. Qoplanadigan joyi. Bemalol ko'raverasiz. Mana kelar. Doni seroq ekan aka, doni ko'p ekan buni. Bu donga kelganda keyin mana hurmatli chorvadorlar bir yayrasin. Ha. Yaxshi, mana siloslar akalar hali. Bemalol, behijolat mana olib, mana o'rtasini o'zim ko'rsataman. Mana buzib mana. Donlarni ko'ryapsizlarmi? Xohlasa yaxshi. Kecha o'rilib, olib kelib qo'yilgan. Soni cheklanmagan miqdorda. Hozir nechta tonna bor? Hozir zaxiramizda. Zaxiramizda 120 tonnami bor. 120 tonnacha bor, ha. Endi qoplangani 2500 qop. Tayyor. Tayyor 2500 qop. Bir qopi necha kilogramm hozir tortilayotgani mana shu qoplanganimiz? Bu qoplaganimiz 20 kilogrammdan. 20 kilogrammdan bo'lyapti. Bitta taroziga qo'yib ko'raylik-da. Bittasini taroziga qo'yinglar bolalar. Bismillah. Mana hurmatli obunachilar, mana shu qoplangan tayyori. Aylangan 20 kilogramm bo'ladi. Shu uyingizga 20 kilogramm boradi. Aka, qarang. Xo'p, bu 20 kilogramm bo'lsa, narxlari nech puldan chiqadi bir qopi? Narxlarini biz hamyonbop qilib qo'ydik. 13 ming so'mdan chiqarib yuboramiz. 13 ming so'mdan. Siz obunachilaringizga. Hop bo'ladi. 13 ming so'mdan. Yana bitta so'raydigan narsamiz, misol sizdan olib turib, tirikchilik qiladigan insonlar bor-da endi. Vohada, Toshkentdanmikin, bor. yoki Qoraqalpog'istonda bo'lishi mumkin. Uka, menga bir fura yoki Isuzu jo'natgan. Bizning ham do'konimiz bor yoki yem markazlarimiz bor. Bizga sal yo'lda qilib bersangiz, biz ham tirikchilikka deganlarga yo'lda qilib berasizmi? Ularga foydasi chiqaradigan darajada yo'lida qilib beramiz. Behijolat telefon qilishaveradi. Yokida nima deydi? Doimiy masalan katta fermalar bor. Masalan, bir kundami, 10 kundami bir yuk chiqarib ber, bir fura tashab beramiz degan odamlar bo'lib qolishi mumkin. O'shalarga arzonroqsiz pastdan kelin degani. Doimiy xaridorlar bo'ladi-yu. O'shalarga yo'lda qilib berasiz. Ularga обязательно yo'lida qilib beramiz. Ular bilan uzoq vaqt birga ishlashga tayyormiz. Qoplarimiz yaxshimi aka, garantiyalimi? Qoplarimiz zo'r. Bular sinab ko'rganmiz, tashab ko'rganmiz DTVdan. Ular yirtilmaydi, teshiymas. Bularning har bittasini ko'rib turib solinadi. Vodiy bo'ylab gaz 53 mashinalarimiz, zillarimiz bor. Naval holatda kerak bizga desa, naval holatda ham yetkazib beraveramiz. Ana bu masa. Bu yog'iga ham yetkazib beraveramiz. Vodiyni bu tomoniga ham yetkazib beraveramiz. Naval holatida nech puldan chiqadi hozir bizda? Naval holatining kilosi kelishilgan holatda telefon raqamlariga telefon qilinsa, kiloga qarab aytib beramiz. Bitta mashinamiz o'sha katta mashinalar. Katta mashinalarimiz necha kilogramm oladi hozirda? 7 tonna olaveradi. 7 tonnagacha.
O'sha mashina. Hozir bu yerda tayyori ko'p, hurmatli akalar. Xudo xolasa qoplanib ketdi. Bu tarafi mana tayyor, bitta Isuzu, ikkita Isuzu tayyori bor-a. Kelsa bir ikki mashina tayyori bor. Furaga o'zi furaga keladi mana. Donlar qani tashladi. Sinmaydi, yorilmaydi, teshilmaydi. Qoplar baquvvat. Baquvvat qoplarga. Qoplangan hurmatli akalar, mana ko'ryapsizlar. Seroq, xudo xolasa. Yana bir narsani aytaman Jasur aka. 24 ga 7 ishlashadi bolalar. Kechasi qolib ketdim yo ertaman bormoqchi edim deydimi, shu yerda yotib, yuklab berishchi bolalar ham shu yerda kutib qolmaydi. Keladi, shopir bir piyola choy ichishligincha hammasini bolalar yuklab beradi. Aytgan holatda. Bizda ishchi kuchlari birgalikda yotiladi. Shu yerda. Shu yerda 24 soat 7 ish tizimi olib borilyapti. Olib boriladi. Agar misol ko'proq yuqoladiganlar bo'lsa, tanish shopilar toptirib yoki ozonroq shopilar kelishtirib berasizmi, arzonroq qilib? Arzonroq qilib beramiz. Unga men foydalanaman, Jasur kanalining obunachisiman. Bitta telefon qilsin, siz hurmatingizdan qolganlarga berayotgan nisbatan ancha arzon qilib beramiz, foyda ko'raveradi. Jo'rabek aka, bizni kuzatayotgan obunachilarga, ko'rib turgan insonlarga qo'llab-quvvatlash, podдержка qilayotgan insonlarga bir yutuqli o'yinlar tashkillash bo'layotgandi. Hop, 50 qopon, 100 qopon berishida shartlari bor albatta. Biz siz bilan shu o'yinlarni davom ettiramizmi? Ha, albatta davom ettiramiz. Biz 50 qop, 100 qop qilmaymiz. 110 qop qilib beramiz. Shartlari g'oliblarga. Qarang, qanday bo'ladi? Shu video ostida 500 ta like yig'ilsa, va chiroyli kommentar yozsa, shu kommentariyalardan biriga 110 qop silos beramiz. 110 qop silosni yuklab beramiz, pulini beramiz xolasa. Bizga qizig'i yo'q. Bizga obunachilarimiz bitta qo'llab-quvvatlab yuborsa bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Hurmatli akalar, opalar, qadrdonlar, mana chorva sevar insonlar, chorvadolar. Ko'ryapsizlar, mana siloslarimiz o'ta ham donli holatda. Salgan joydan yana ko'rsatishimiz mumkin. Kelib ko'radiganlarga lakatdan o'rtasidan bitta ochib ko'ringlar bolalar. Shunday. Yaxshi silos. Xudo xolasa, boshi bor, oxiri yo'q. Mana qadrdonlar. Ko'ryapsizlarmi? Bu ancha bor ekan hozir. Xudo xolasa biz obunachilarga boru, hech narsa emas. Joyiga 550 tonnani bir haftada olib qo'yishdi. Bir haftada. Haloli bo'lsin. Mana, Xudo xolasa akalar. U boshi donli, bu boshi donsiz deganlarga bu tarafdan ochib ko'rsataylik aka. Bo'lmasa bu tomondan tayyor ochilgan bo'lar ekan. Mana akalar. Mana ko'rasizmi, oppoq holatda bu hali tegilmaganda. Bitta qaranglar. Mana donni qaranglar. Voy, bu mana don. Mana don. Mana akalar. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana don. Mana donlar. Donlar qaranglar, mana obunachilar. U boshdan ham boshi ham bir xil, xudo xolasa. Yaxshi marka jo'xori urilgan ekan. Bu Jaguar kombayn urilgani? Jaguarda urilgan. Naval holatda so'raganlar, naval holatda mashinada ham turibdi ekan. O, mana. Bor. Telefon qilishaversin-a. Telefon qilishaversin. Telefon nomerlariga telefon qilasizlar, aloqada bo'lamiz. Qancha bo'lsa telefon qilaverasizlar. Xizmatdan charchamaymiz.